Pulimni olib keldingmi? He janob, aytganingizdek pullarni olib keldim. Mana bemalol olavering. Faqatgina bitta ishimizni boshlashimiz kerak. Qanday ish haqida gapiryapsan? Buyog'ini keyin sizga tushuntirib beraman. Shu pullarni olib turing bo'ldi. Salom, mening ismim Tayper. Meni tanisangiz kerak. Xo'p, men bugun kutubxonaga keldim. Juda ham qiziq kitoblar ko'p edi. Keyin esa menga burchida bir yigit qarab turardi. Juda ham shubhali, ko'zi esa faqat menda edi. Faqatgina menda. U hatto ko'zini yummasdan faqatgina menga qarardi va og'zida esa sigaretasi bor edi. Keyin men kutubxonadan chiqib to'g'ri uyimga ketayotgan edim. Orqamdan tovush eshitildi. Orqamga qarasam, o'sha yigit faqat meni ko'ribla boshqa tarafga o'tib ketdi. Keyin esa men yana yuraverdim. Men sezib turardimki, u meni orqamdan kelayotganini. Hamda men piyodalar o'tish yo'lidan o'tdim. Unda ham orqamdan kelaverdi. Juda ham shubhali. Umuman orqamdan to'xtamasdi. Va men uyimga keldim. Orqamga qaraganimda esa hech kim yo'q edi. Keyin esa men uyimga kirdim. Hamda eshikni ichkaridan qulflab oldim. Oradan bir hafta o'tdi. Keyin men maktabga ketayotgan edim. Yo'limdan yana o'sha chiqib qoldi va men unga gapirdim. Mendan nima xohlaysiz? Hech narsa. Sen aqllisan va menga keraksan. Biroz og'riydi, kechirasan. Ko'zimni ochganimda esa ular 3 ta bo'lib meni o'rab turishgandi. Qo'llarida esa akim, ya'ni AK-47 quroli turgandi va ular menga ish taklif qilishdi. Oyga esa $3 million dan ko'p to'laymiz dedi. Va men bu ishga shunchaki rozi bo'ldim. Alyo, Ha, nima deysiz, janob? o'sha avtoturargohda qora kiyimli qizil ishtonli bola turibdi. O'sha bolani tezroq o'ldir. Tushunarli. Hozir bu ishni bajaramiz. Okey, bu yerda hech kim yo'q. Endi men esa ketdim. Shu tarafda bo'lsa kerak. Oldin yuramiz. Hoy bola. Nima? Menimcha missiyani bajardim. Yo'q, bu yerdan tezroq qochishim kerak. Tayper, kelyapsanmi? Tezroq u yerdan qoch. Ha, janob, qochyapman. Qochmasam nima bo'ladi? Politsiya kelib seni yo'q qiladi. Mana bu bola shekilli, to'g'rimi? Ha, xuddi o'zi, shu bola. Tezroq bu bolani ota-onasiga telefon qiling. Ular menga missiyani bajarganligim uchun yangi Bentley mashinasini sovg'a qilishdi va lavozimimni ham o'ta oshirishdi, juda ham balandga. Yo, janob, menga dastxat bering. Qanday qilib bunday boy bo'lib ketdingiz? Tayper. Buni sirini sizlarga ayta olmayman. Seni o'ldiraman, Tayper. Juda ham kuchayib ketibsan. Endi sen bilan qo'lma-qo'l urushaman. Menga ham farqi yo'q. Sen bilan urushaman. Hozir men seni bitta udarim bilan o'ldiraman, Tayper. Hozir bundan to'g'risi meni otib o'ldi. Ha, shunday qilaman. Yana bitta missiyani bajardim deb o'ylayman. Chunki hozir xo'janimni o'ldirdim. Mayli. Okey, o'zimni xo'janimni o'ldirdim. Yo-mayo.